Assalomu alaykum hammaga. Mol tarozimizni bez reshotkalik 5 taxtalik varianti kimdir taxtdan bor yoki o'zim svarishman, qolganini o'zim qilib olaman deyishlari mumkin. Shunga bez reshotka 5 taxtalik varianti. Bu tarozimizni 4 ta datchigi bo'ladi. Zapchastlar Turkiyaniki, 2 yil garantiyasi bor. Har bitta zapchasimiz 2 tonnalik bo'ladi. Bu tarozimizga faqat kabeliga garantiya berilmaydi. Sababi tashqarida qolsa yomg'irda buzilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Mabodo bu tinchib qolsa, shuni joyiga almashtirib qo'yib olsangiz bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab 35 ming 40 mingga topsa bo'ladi. Qolgan elektronika tomonidan buzilsa 2 yil besplatni almashtirib beriladi. Zapchastlarimiz Turkiyaniki, bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Tarozimizning narxi $400 chiqadi, 2 yil garantiyasi bilan.